Acaba Asiyada meni o'ylash halakchiligida qolgan Xonish onamning ko'zi nima bu pariga tushmadikin ha? Desizlar o'ylab qo'yayli deb beshimni o'choq etidi. Nadiki bir qizlarni soy qilib. Menga Xonish bo'lishga loyiq qiz bu yerda ekan emasmi? Adil buzrukvar bilan ko'rishay. Temir boqibek qasriga elchi avassin. Aliylari oqqitiramma qarg'imi? Aymehri xonimning yiqimliq ovozi Eson Bug'axonning xiyollarini chalg'atdi. U avval qizga, ondan ratlik tizilgan shaxmat uruqlariga nazarini og'dirdi. O'zlading kelsin. Shaxmat birga hujum qilib o'ynash haddimiz emas. Mudofiyada tura olsaqmi cho'ng gap? Eson Bug'axon qizning ko'ziga oshiqi beqarorlik bilan tikildi. Amisa, men hujumni boshlaverdim. Agah bo'lsizlar. Eson Bug'axon shundoq deganicha, shaxmat taxtasini bir aylantirib, oq uruq tizilgan tarafni oldiga to'g'riladi. Ondan so'l qo'l tarafdagi pilning oldidagi piyodani 2 qadam oldiga surdi. Aymehri xonimmi o'ng qo'l tarafdagi otning oldidagi piyodani 2 qadam oldiga surdi. Tamasha ko'rish uchun ularning atrofiga o'lishib olgan amirlarning ko'zlari birda Sulton Eson Bug'axonning oldidagi oq uruqqa, birda Aymehri xonimning oldidagi qora uruqqa tikilgan edi. Aymehri xonim har bir uruqni yo'tkaganda amirlarning chiroyida qoyillik ifodalanadi. Sulton Eson Bug'axonning o'y fikri ha deganda chechilib ketib boradi. Diqqatini shaxmatga markazlashtira olmayotdi. Ko'zlari raqibining mongan yo'lida emas, uruq yo'tkayotgan, tirnoqlariga xini yiqib olgan nozik barmoqlarida edi. Uning oshi barmoqlarini tutib olg'usi, suyib olg'usi keladi. Vujudini larziga solgan asabiy istaklar orom bermaydi. Bir yerlarini tatliq g'idiqlaydi. Gerda, dedi Aymehri xonim pilni bir qadam oldiga surib. Gerdisini torttirib qo'yishdan ansirgan Eson Bug'axon o'ylanib o'ltirmayla pil bilan gerdini mudofiya qildi. Amirlar xonning yengilib qolganligini jazmlashtirib, bir-biriga ma'nilik qarashib oldi. Shu daqiqada Aymehri xonimning qallasida keskin sidiyat to'qinishyotdi. Dadisi Temir Boqibay uningga atigandala xon bilan shaxmat o'ynaydiganligini uqtirgan va xon oliylariga cho'qim yengilib berishni topilgan edi. Shunga hozir uning xonni yengib olg'isimi ham xondan yengilib qolg'isimi yo'q edi. Imkon bor shaxmatni tang o'yin qilib oxirlashtirishni ko'ngliga pukkan edi. Shu sababdan u Eson Bug'axonga bir necha qitim yo'l qo'ydi. Ammo Eson Bug'axon ha desa uruqni xato yo'tkaydi. Diqqatini shaxmatga bermay, pat-pat qizning ko'ziga hayosizlik bilan qarab qo'yadi. Lavlarini yalab tamshitdi. Xonning bu adabsizligi Aymehri xonimning qattiq g'ururiga tekkan edi. Uning sizmi atrofida tomosha ko'rib turgan shunchalar amirlarning oldida xonga qasdan yengilib bergusi kelmadi. Eson Bug'axon bo'lsa, raqibining shaxmatni tang o'yin qilib oxirlashtirish maqsadida yo'l qo'yganini bilmay, ha desa yo'chiq qoldirib uruq yo'tkaydi. Mushundaq ahvol ostida Aymehri xonimga hujum qilmaslikka sabab qolmagan edi. Navoda hujum qilmay yo'l qo'ysa, qoida bo'yicha mat bo'lgan hisoblanib, bekmi sat yengilib qoladi. Chunki shaxmatda raqibining hujumiga uchrab yengilgandan
hujum qilib turib raqibini mat qiladigan aplik fursatni o'tkazib yengilsa, mat bo'lgan hisoblanib, masxaraga qolatdi. Shunga har qanday shaxmatchi mat bo'lishni xohlamaydi. "Shah!" dedi bir qarorga kelgan Oymehri xonim otni taqqidi yo'tkab. Ihson Bug'axonning cho'chib shaxmat uruqiga tikilgan ko'zlari har qancha qilibmi shahni mudofaa qilgudek o'rin topolmadi. Tugidi. O'yin oxirlashdi. Hayajonlangan amirlar ovozini unlik chiqarib tantana qilishga petinolmay, past ovozda shivirlaydi. Ular xonning mat bo'lganini ko'rib, fuqadan chiqishgan edi. Tunji qitim yengilishning ta'mini tetigan Sulton Ihson Bug'axon nima qilarini bilolmay qolgan edi. "Kechirsinlar oliylari. Shaxmat o'yinida yengilish bo'lib turadi." dedi Oymehri xonim beshini tavazu bilan egib. Qizining xonni yengib olganligini ko'rib, necha vaqtdan beri bosh qotirib, inchkilik bilan tuzgan planining buzilib ketishidan ansirgan To'mirbuqi bagning chiroyi totirib ketgan. Tili kalvalashgan edi. U ya Sulton Ihson Bug'axonga tasalli berishni yoki qizini ayblashni bilolmay qarabli qoldi. Ihson Bug'axon birdilla xirildab kulaverdi. Qoyilman. Ayxonim, haqiqatan shaxmatning pirikat. Xonning kulkisi bilan orini bosgan sukunat bulutlari birdilla tarab ketdi. To'mirbuqi bagning chiroyiga pallada kulgi yugurdi. Yengil nafas oldi. Amirlarmu Oymehri xonimni og'ziga tegmay maqtashga kirishdi. Ular chin yuragidan chiqarib maqtavotdi. "Men chiqay, omon bo'lsinlar oliylari." Shu daqiqada Sulton Ihson Bug'axonning yuragi Oymehri xonim bilan birga ketib boradi. Xonning chiroyidan ko'nglidagi xiyolini paras qilib o'lgurgan To'mirbuqi bey muddasining to'liq amalga oshganligini his qilib huzurlanib kuldi. Sharab ichayli, dedi bir ozdan keyin esiga kelgan Ihson Bug'axon texchili o'ri turgan amirlariga qarab. "Qani xo'sh, joy olsunlar." Sazandilar qaytadan sazlarni qo'llariga elishdi. Sulton Ihson Bug'axon sharobni xuddi cho'lda chanqab ketgandek ichishga boshladi. Shu topda u sharobni yengilganligi uchun emas, oshiq bo'lganligi uchun tuyuqsiz tutishib yuragini o'rtayotgan ishq o'tini pasaytish uchun ichiyotdi. Turpan shahrining Uchko'rik mahallasiga joylashgan Sulton Xotun qasrida mulozim xizmatkorlar oldirash qor tozlayotdi. Tashqariqi hovlidagi ot uloqlarni bog'laydigan lapasning ostiga to'xtatib qo'yilgan esil ikki mabba qasrga mehmon kelganligidan bishorat berib turadi. Shundoq qasrga mehmon kelgan edi. Peshayvonlik o'ttiri saroyning chetidagi chaqqong'ina mehmonxonada Ulus begim Mir Muhammad Shoh bilan Supurgi Mirzo ta'tilla ko'rpi ustida masilik chozi qurib o'tiradi. Qarag'ay orcha o'tinining cho'g'i selingan ikki cho'yin otashdan uy ichini xeyli illitayotgan edi. Mulozimlar dasturxonga turli ho'l quruq yal yemish, qand kezaklarni tizib choy tutib bo'lgandan keyin Sulton Xotun ikki mehmonni mazaga taklif qildi. "Xo'sh, qani mazaga beqissalar." Ikki amir oldinlaridagi piyolani elib, bir o'tlamdan choy ichdi. Zafar, lochin doni qatorliq dori darmaklar bilan damlangan choy ham xushbo'roq, ham ta'mlik edi.
ikkilarini atdigandila chaqirtishimdagi maqsad, dedi Sultan Xotun so'z boshlab. Xon oliylarini o'ylab qo'yish ishini maslahat qilish. Ikki peshqadam amir bir-biriga lappida qarab olgandan keyin nazarni tangla Sultan Xotunga og'dirdi. Xon oliylariga muvofiq kelgudak loyiq topgan o'xshamamdilar xon og'icha. So'radi Mir Muhammad Shoh. Sultan Xotun inchiki qo'riq bosgan chiroyini purishtirdi. Loyiqni xon oliylari o'zi tepibdi. Supurgi Mirzo chiroyidagi hayronlik alomatlarini yoshira olmadi. Kimning qizi ekan? Temir Buqubeyning. Qisqali javob berdi Sultan Xotun. Temir Buqubeyning? Yondiribli so'radi Supurgi Mirzo shalong oppoq soqollarini siylab turib. Ol amirning zaifasini xon oliylariga kim soy qilgandi? Ay, o'zi bo'lmay kim bo'ladi? Burna kun xon oliylarini qasriga mehmondorchilikka chaqirib, qizi bilan shaxmat o'ynatganmish. Temir Buqubeyning o'shqi texmi olchi tushibdi-da, dedi Mir Muhammad Shoh terikib. Xon oliylarini bazmi sharob, ayshi ishratga o'gitib, saltanat ishlariga chot kelib olganini ozdab, endi qizini xonish qilish orqali xonga qiynota bo'lg'isi kelgan o'xshaydi. Al-Hazar. Nomussizlardan o'zing panoh ayligaysan ilohim. Temir Buqubeyning o'l zaifasi xon oliylarining nazariga xo'p kelgan o'xshamamdi. Xo'p kelgini qurusin, oshiqi beqaror bo'pti desalar, dedi Sultan Xotun noroziligini yoshirmay. Validasi Kuntura xonishni elchilikka berishga oldirtiyotgudek. Tunugun Kuntura xonish huzurimga ketdikan. Elchilikka berishga oldirmay tursalar deb yondirib etdim. Ishkillarimi bilala. Xon oliylarini o'ylash kichik ish emas. To'qal qilib olaman desa korim yo'q edi. Xon oliylari texi o'ylanmagan tursa, Temir Buqubeyning qizini to'qal qilib elishi mumkin emas. Tunji Xotun degan nasabi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar xonish bo'ladigan gap. Ay, bu ish beshimni qo'yma qotirib etdi. Ishkillarning maslahatini anglab baqsam deyman. Xon oliylari bir qarorga kelib bo'lgan bo'lsa, hukmiga qarshi chiqish haddimiz emas, dedi Supurgi Mirzo ilojsizligini bildirib. Amsa Temir Buqubeyning xon oliylariga qiynoti bo'lib, saltanatni changiliga elib olishiga qarab turamizmi? dedi Sultan Xotun terikib. Ishkillar xonga patnab, saltanat ishlaridan chetga chiqib olmagan bo'lsalar, bunday ahvol kelib chiqmaydi. Xon oliylarimi bunchalik bosh-boshdoq bo'lib ketmaydi. Ulus begi Mir Muhammad Shoh lom-jim demedi. Odatdimi kamsiz, yavash odam edi. Bu ishda biz aytdikmiz, dedi Supurgi Mirzo beshini egib. Lekin ko'nglimdagi gapni qilsam, yigit bo'lib qolgan xon oliylarini ol Temir Buqubey tarafdorlarining changilidan tortib elishga ojiz keldim. Temir Buqubey hiyla-nayrangi to'li odamkan. Afsun o'qib o'rvatdim-u bilmadim. Qanchaki nasihat qilsam, yo'l ko'rsatsam, oliylari bizni shunchalik yomon ko'rdi.
Nasihat takliflarimizga, ma'lumotlarimizga quloq solmas bo'lib oldi. Demakchimanki, ordida hech qanday rolimiz, e'tiborimiz qolmadi. Kaminalarla emas, xon oliylarining baboyi buzrigi bo'lmish Ulug'bek hazratlarimi bu ishda amalsiz qoldi. Ori, dedi Mir Muhammadshah Supurgi Mirzaning so'zini tasdiqlab. Farzand deganni kichik vaqtida gapga kirgizmak oson ishkan. Keyingi kunlarda xon oliylarni ol bosh-boshdoqlikdan to'sib qilishga rostilla amalsiz qoldik. Ulug'beklik martabamizga rioya qilmasimi? Baboyi buzruklik salohiyatimizga hurmat qilur deb o'ylab edim. Lekin ol qorniya Temur Boqibek kamak hayyordak hiyli nayronlari bilan xon oliylarni sehrlab bizdan yiroqlashtirib etdi. Shol kunlarda bizda emas, ordidagi xeyli ko'p amirlar xon oliylarining Temur Boqibekni ziyoda e'tiborlab ishki devonning amirlik mansibini berib atganligidan norozi. Qaysi kuni Ostona hokimi Mir Karim Bardibek aloydan qasrimga kelibdi. Xon oliylari amirlarning martabasiga rioya qilmadi. Temur Boqibekka bo'lgan izzat yaqinchilikni haddidan oshirib etdi. Oliylarning oldida bizning e'tiborimiz qolmadi. Ordidagi gapning hammasi Temur Boqibekning bo'lib ketdi. Mushundaq ketaveradigan bo'lsa, amirlarning xon oliylardan rioya qaytib qoladi. Ordida taqiqchilik bosh ko'tarib, saltanat zavolliqi yuz tutdi deb ko'p arz shikoyatlarni qildi. Amaliyotda Mir Karim Bardibekning o'l so'zlari asossiz emas. Xon oliylari bizning martabamizga rioya qilmagan yerda boshqa amirlarga qandoq qilmoqchi edi? Bulardan xabarim bor, dedi Sultan Xotun o'ychanlik bilan. Xon oliylari bizning orzu umidimiz, saltanatimizning to'rikidir. Hammani bilib turib, batnab turib olsak yaxshi bo'lmas. Abdal yomonlisi xurjiniga ziyon deydigan gap bor emasmi? Shunga ishkillarni o'rdiga bilib berishga unumasmikin deb xon oliylarni dargohimga chaqirtdim. Keladigan vaqtimi bo'p qoldi. Vaqti kelganda ikki kalima nasihatlarni ayashmag'ayla. Eson Bug'axonning Sulton Xotun qasriga keladiganligini anglab, ikki amir qimirlab qo'ydi. Turqidan xon bilan ko'rishni xohlamaydigandek qiladi. Xon oliylarining bizning nasihatimizga quloq solishi notayin, dedi Supurgi Mirzo ko'nglidagini yoshirmay. Agal urinib ko'rayli, dedi Sulton Xotun qat'iylik bilan. Farzandlarimiz albatta jigarlarimizdir. Farzandlarimizni yomonlikdan to'sish, yaxshilikqa undash burchimiz ham bordir. Ulug'bek Mir Muhammadshah undamadi. So'lg'in, g'amkin chiroyidan ko'nglida qattiq davolg'ish bo'layotganligini faraz qilmoq tas emas edi. Shu asnoda mehmonxonaga kirgan mulozim ayol egilib salom berdi. Bizrikvarimizga ma'lum bo'lg'ay, xon oliylari keldi. Boshlab kirsinlar, dedi Sulton Xotun. Sulton Eson Bug'axonning kelganligini anglab, Mir Muhammadshah bilan Supurgi Mirzo das o'rnidan turib ketdi. O'ltasunlar, dedi Sulton Xotun Mir Muhammadshahga qarab. O'zlar degan xon oliylarining baboyi buzurgi bo'ladilar.
Nävriga o'rnidan turib ehtirom bildiradigan qoida nadi bor? Uning ustiga bu o'rda emas. O'rinlardan turib hurmat ko'rsatmaklari behojatdir. Bu chaqda Supurgi Mirza allaqachon kalichini kiyib topsig'i berib bo'lgan edi. Gerçi Mir Muhammad Shah İhson Bug'oxonni kutib olish uchun kalichini kiyib paygoga berib turmagan bo'lsa-mu, lekin o'ltirishga petinolmay joyida o'ri turaverdi. Assalomu alaykum. Buzrukvarlarimga ehtirom bo'lg'ay. Dedi uyga kirib kelgan Sultan İhson Bug'oxon salom berib. Va alaykum assalom. Olilarning saltanati ziyoda. Oltin bo'ylari omon eson bo'lg'ay. Dedi Supurgi Mirza qo'l bog'lab turib. Marhaba. Salomat turdilmi olilari? Dedi Mir Muhammad Shah tavazu bilan egilib. Maşallah. Yaratgan egam aziz tanlarni salomat qilg'ay. Qani, bu yanga kelib joy olsunlar. Dedi Sultan Xotun o'ltirgan o'rnidan bir oz qimirlab qo'yib. Bu ikkisi buzrukvar momamga arz qilib kelgan o'xshamamdi. Meni mushu ish uchun chaqirtgan ishkanda. İhson Bug'oxon Supurgi Mirza bilan buvisi Mir Muhammad Shahga ko'zining quyruqida qarab qo'yib, mo'misi Sulton Xotunning tuvan tarpidan o'rin oldida Fotihaga qo'l ko'tardi. Fotihadan keyin avval Sulton Xotundan, ondan Mir Muhammad Shahdan ahvol so'radi. Supurgi Mirzaga mundaqli bir qarab qo'yib bo'ldi qildi. Janobi buzrukvarlarimga vaqt qaralida salom berib ahvol so'rayolmadim. Afu qilg'aylar. Dedi İhson Bug'oxon mo'misi bilan buvisiga qarab. Xon oliylari saltanat ishlari bilan aldirash tursilar. Ayibga buyurishga haddimiz emas. Dedi Sulton Xotun ta'na qilib. Mir Muhammad Shah beshini tuvan solganicha gap qilmay o'ltirdi. Mo'misining ta'nisini tushungan İhson Bug'oxon bilmagan bo'lib o'zini kulkiga zo'rladi. Sulton Xotun navrisining vaqtsiz samirishga boshlagan bastiga, oldiga do'mbiyib chiqqan qo'rsiqaga, sharob ta'siridan qizirib ketgan ko'zlariga afsusliq ilkida nazar tashladi. Janobi Supurgi Mirzaga o'ltirishga ijozat bersilar oliylari. Dedi Sulton Xotun tiqchili paygoda qo'l bog'lab turgan Supurgi Mirzaga bir qarab qo'yib. Sulton İhson Bug'oxon mo'misining ranjib qolganini ko'rib, Supurgi Mirzani amdili ko'rayotgandek qiyofatda ig'iz ochdi. Voy, nimishqa o'ri turlar janobi amir. Kelsilar, ko'rpidan joy olsunlar. Ko'pigayimizning iltifotiga ko'p rahmat. Supurgi Mirza asta kelib, supining levida o'ltirdi. Saltanat posiboni uchun peshqadam amirlarning martabasiga rioya qilish, ularga izzat ehtirom ko'rsatish vojibdir. Dedi Sulton Xotun navrisining chiroyiga sinchilab bir qarab o'tib. Xo'sh, saltanat ishlari qandaqroq ketib boradi oliylari? Alhamdulillah. Janobi buzrukvarlarimizning duosi bilan saltanatimiz aminlikka yuzlanib, avam ra'iyat osoyishlikda yashamoqda. Dedi İhson Bug'oxon qisqali javob berib. Shu topda u o'zini tamkin tutib o'ltirishga tirishayotdi. Har qaysi viloyatlardagi amirlarning yo'llagan ma'lumotlarini vaqt qaralida ko'rib turyotamdilar. İhson Bug'oxon qo'lashmagan bir holatda javob berdi. Ko'rdim. Ko'ryapman. Xabar tepib turyapman.
Ko'nchi vodisidagi ra'iyat to'plashib, ostoniga arz qilib ketdi deb angladim. Tahqiqledilarmikin? Jazo divonining amri Haqpardi Mirza bilan Ostona qozi Quzzoti Sulaymon xo'ja tahqiqlayotdi. Navrisining javobidan ancha rozi bo'lmagan Sulton xotun inchikilab so'rashga boshladi. Ol da'vogarlarning muddasi nima ekan? Ihson Bug'axon bu savolga javob berishdan qiynaldi. U texchili bu ishlarni surishtirmagan. Hatto surishtirishni unutib qolgan edi. Nimanchi yo'qlang ishlarga chepilib oladigan-da. Babam bilan Supirgi Mirza mush ishni deb momamning qasriga kelgan o'xshamamdi. Qiyrilgan vaqtida singanini yeb o'ltirmay ko'nchi amri bilan ra'iyat o'tirsida xun da'vosi bor o'xshaydi. Tafsilotini texi bilgidek bo'lmadim. O'rdaga qaytgandan keyin surishti qilay. Sulton xotun bir pas beshini tuvan silib o'ltirgandan keyin ig'iz ochdi. Saltanat qonuniga rioya qilish barcha ra'iyatning majburiyatidir. Ol majburiyat amirlarga ham o'xshashdir. Saltanat qonun yasoqlarini mansitmaydigan amirlar qo'l ostidagi ra'iyatga zulm silishdan aymanmaydi. Hatto o'z ish harakatlari bilan cho'ng tartibsizliklarni keltirib chiqaradi. Bu hol saltanatimizning osoyishligiga cho'ng ziyon yetkazadi. Saltanat sohiblari uchun eng mushkul ish qonunni joriy qildirishdir. Ogoh bo'lsalar oliylari, amirlarning ma'lumotiga emas, avom ra'iyatning sadosiga quloq solg'aylar. Jannat makon padarlari toji taxtni qo'liga olgandan keyin 1 yil vaqt sarf qilib, butkul tasarrufimizni aylanib chiqib, avom ra'iyatga muruvvat, zolim beg to'rilarga siyosat qilib, adolatlik podshoh degan katta atoqqa musharraf bo'lgan ardi. Avom ra'iyat obsu bo'lsa, saltanat kemidir. Saltanat pasiboni bo'lmish xon sultonlar kemini to'g'ri yo'lga boshlamasa, suv har qachon o'ngtirib o'tadi. Suv degan alat tamom tinch, bir xil oqmaydi. Uning to'lqini, qaynimi ham kalkuni bordir. Buzrukvarimning o'gitlarini esimda mahkam tutaman, dedi Sulton Ihson Bug'axon beshini egib turib. Toji taxtda o'ltirmoq uncha oson ish emas, dedi Sulton xotun gapini davomlashtirib. Taxtda o'ltirgan saltanat egisining ikki qo'lida bir chinidan lip-miliq qachilangan suv bo'ladi. Ol chiniga qachilangan suv bo'lsa, uning adli adolatidir. Demakchimanki, toji taxt egisi shu ikki chini suvni bir temimni to'kib etmay, tang tutib o'ltirmoqi lozimdir. Chinidagi suv to'kildi deganlik, adolat to'kildi, yundiga aylandi deganlikdir. O'rdadagi amirlarning martabasiga rioya qilish, hammasiga xuddi shu ikki chini suvni ko'tirib turgandek bab-barobar muomala qilish, izzat ko'rsatmaklik saltanat sohibining fazilatidir. Chunki amirlar toji taxtning o'g'lidir. Qaysi bir amir xondan adolatsiz muomalaga uchrab ranjisa, saltanat ulining bir tal keski ajrab ketdi deb bilmaklik kerak. Sulton Ihson Bug'axonga mo'misi Sulton xotunning vaz nasihatlari azaldan xush yoqmaydi. Uning quliqi Temur Buqubay tarafdorligidagi amirlarning xushomat so'zlariga ko'nib qolgan.
maqtashlariga xumar bo'lib qolgan edi. Orada ishlardan o'zi xohlagancha qo'l yuygan amirlarga meningmi amalim yo'qdir. Dedi İhsan Bug'axon Supurgi Mirzaga adovat bilan qarab qo'yib. Ammo taxtigoyimga bosh qo'ygan ol sadoqatman amirlar behisob izzat ehtiromdan bahrimandir. Bo'lchaq kelgicha dargohimda nohaq zulmga uchragan yoki tangsiz muomalaga duchor bo'lgan mahramlar ham yo'qdir. Navrisi bilan batalashning avjiga chiqib qilishidan ehtiyot qilgan Sulton Xotun bu xususda yana so'zlashni xohlamadi-da, asli maqsadga ko'chdi. Ilohim shundoq bo'lg'ay. Xonish oyimdan xabar tepishimcha, To'mirbekning qiziga o'ylanishni ixtiyor qilibdilar. Bir oz botnab qolgan İhsan Bug'axon qaytadan canlandi. Chiroyiga qish optipidek palladi kulki yugurdi. Shundoq buzurgvarim. To'y kunini kechikkandimi Qurbon hayitga qaror topqizsak degan umiddiman. Sulton Xotun gap qilsalar deganni qilib, Mir Muhammad Shohga qarab qo'ydi. Navrisidan allaqachon ko'ngli sovib ketgan Mir Muhammad Shohning bu ishlarga aralashqusi yo'q edi. Shu topda u xuddi yo'lvasning sog'risini siylashga majbur bo'lgandek tuyg'uda eg'iz ochdi. Xon oliylarining o'ylanishi saltanatimiz uchun katta ishdir. Xudoy taolo o'zinglar yaxshi ko'radigan ayollardan 2ni, 3ni, 4ni ilishinglarga bo'ladi degan. Ammo ki o'ylanish ishiga yengil taklif qilishga zinhor bo'lmas. Buyuk saltanatimizga xonish bo'lg'ichi cho'qim aqlli, fazilatlik, tadbirlik, kang qursoq bo'lganning sirtida tegi takti, nasabi esil bo'lishi kerak. Shunga aba ajdodlarimiz ota-onasini ko'rib qiz ol degan. Garchi ol To'mirbekning zoti esil zotlarning pushtidan bo'lmasa-mu, lekin oliylari uni izzatlar, yuqori mansabga tayin etib muhtaram qildilar. Ammo mening bilishimcha, ol To'mirbekning niyat iqboli durust emas. Tamaxur, shuhratparast, mansabxumor odamdir. Uning qiziga o'ylanib, xonishlik martabasi bersa-da, qiynotiliq salohiyatiga erishgan To'mirbek amirlar orasida mazhab uyushtirib, texmi haddidan oshidi. Bu hol saltanatimiz uchun xatarlikdir. Ey janobi baba-i buzruk, bir qism ko'rolmas, g'ayvatxo'r, chuprandilarning fitnasiga quloq solmasinlar, dedi Sulton İhsan Bug'axon buvisining To'mirbekni haqoratligiga chidab tura olmay. To'mirbek janoblari hargizmi undaq pastkash odam emasdir. Xotirjam bo'lsinlar. O'rdamdagi amirlarning yaxshi yomonlarini ayrig'uvchilikim ham bordir. Sulton İhsan Bug'axonning ta'addisini anglab, Mir Muhammad Shoh ujuqib ketdi. U xeylidan beri navrisining oldida o'zini bo'vi hisoblab erkin ozodi fikr bayon qila olmaydigan bo'lib qolgan edi. İhsan Bug'axonmi uni baba-i buzruk deb qo'yg'ini bilan amaliyotda odatdagi bir amirga muomala qilgandek muomala qiladi. Navrisini To'mirbekning qiziga o'ylanish niyatidan yondira olmaydiganligiga ko'zi yetgan Sulton Xotun bir oz o'ylanib olgandan keyin oradagi ig'ir sukunatni buzdi. O To'mirbek haqiqatan ashundoq fazilatli kishi bo'lsa, ichki divonning amirlik mansibidan voz kechgay. Uning o'rniga oliylari boshqa amirlarni tayin etgay. Qayni oti bilan kuyi o'g'il saltanatni billa boshqursa, saltanat ishlariga nuqson yetib qolur. Mo'misining To'mirbekning huquqini cheklamoqchi,
Hatto uni o'rda ishlaridan chetlashtirmoqchi bo'lganligini his qilgan Sulton Eson Bo'g'axon yana johillik qildi. Bilishimcha, o'z vaqtida jannat makon padari buzrugim validamga uylangandan keyin janobi baboi buzrugqa saltanatimizga eng katta mansab bo'lgan ulus beglik martabasini bergan ekan. Shol chog'dimi saltanat ishlariga nuqson yetgan bo'lg'imidi buzruglarim. Navrisining bundoq savol so'rashini xiyoliga keltirmagan Sulton xotunning qattiq g'azabi keldi. Baboi buzruglari bilan ol Temirbekni qandoqmi selishtirg'ili bo'lsin? dedi Sulton xotun g'azabini besib, o'zini tamkin tutishga tirishib. Baboi buzruglari degan aba ajdodlardan tortib saltanatimizga sadoqat bildirib kelgan esil zodilarning pushtidir. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Saltanat ishlarini qandoq bartaraf qilish, kimni mansabga tayin etish etmaslik o'z ixtiyorimdadir. Eng yaxshisi muhtaram buzruklarlarim saltanat ishlariga aralashmasinlar. Amir Kabir Said Ali Olib janoblarining ko'ngildagini bilmak tez. Temur Bo'qibay xonga qiynoti bo'lib olgandan keyin yana qanday qo'lliq sumliqlarni qiladi? Bilguchi bir Alloh.